Assalomu alaykum. Siz bilan doktor Rahmonov. Bugun biz birgalikda reumatoidniy poliartrit haqida gaplashamiz. Ya'ni uni belgilari, sabablari va aynan qanday qilib to'g'ri davolanish haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Reumatoidniy artrit bu aslida bo'g'im kasalligi emas. Reumatoidniy artrit bu murakkab tuzilgan autoimmun kasallik hisoblanadi. Ya'ni reumatoidniy poliartritda faqatgina bo'g'imlar zararlanishi bilan kechadigan jarayonlardan tashqari qonda, boshqa organlarda, masalan deylik, yurakda, oshqozonda, ichakda, hattoki miyada zararlanish bilan asoratlanish ham mumkin. Ya'ni reumatoidniy artritda o'zi aslida qanaqa jarayonlar ketadi? Kelinglar birinchi mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Poliartrit kasalligi bu autoimmun kasallik hisoblanib, immun sistemasini buzilishi tufayli kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Biz bilamiz, barcha odamlarda immun sistemasi bu himoya sistemasi hisoblanadi. Ya'ni organizmga tushgan ma'lum bir infeksiyani immun hujayralari qon bilan borib, o'sha tushgan infeksiyani topib, ularni o'rab oladi va infeksiyani o'ldirishni boshlaydi. Mana shu jarayon, ya'ni odamni o'zini o'zi himoya qilish kerak bo'ladigan jarayon poliartrit kasalligida buziladi. Ya'ni immun hujayralari o'z organizmimizni tanimay qoladi. Masalan, bu bo'lishi mumkin o'sha bo'g'imlar, bu bo'lishi mumkin oshqozon ichak sistemasi, yurak yoki miya hujayralarini immun sistemasini hujayralari tanimaydi va ularga qarshi kurashadi. Har xil o'zidan o'sha yo'q qiluvchi fermentlar, parchalovchi fermentlarni chiqarish hisobiga o'sha organlardagi xususiyatlar, ya'ni bizada hujayralarni o'lishiga sabab bo'ladi. Bu jarayonlar poliartrit kasalligida qanday belgilarni keltirib chiqadi? Birinchi navbatda mana shu haqida gaplashsak, ya'ni reumatoidniy poliartritni belgilari. Bular birinchi o'rinda ertalabki karaxtlik. Ya'ni bemorlar ertalab uyg'ongan vaqtda yarim soatdan 2-3 soatgacha bo'lgan vaqt davomida karaxt bo'lib uyg'onishadi. Bu karaxtlik qanaqa bo'ladi? Masalan, uyg'ongan vaqtda o'sha turib ketishga qiyinlik, bo'g'imlarni qotishib qolishi yoki qanaqadir harakatga bo'lgan qiyinchiliklarni o'zlarida his qilishlari mumkin. Ikkinchi belgisi bu bo'g'imlardagi shishlar. Ya'ni bu odatda ertalabki vaqtlarda kuzatiladi va bo'g'imning shishlari kun davomida kamayib boradi. Ertalab bemorlar turganda bo'g'imlarda shish, qizarishni va og'riqni his qilishi mumkin. Uchinchi belgisi bu simmetriklik. Ya'ni biz bilamiz, bo'g'im kasalliklarining turlari ko'p va ularning ichida reumatoidniy poliartritni ajralib turadigan xususiyati bu simmetriklik. Ya'ni bitta qo'ldagi barmoqlar shishsa, ikkinchi qo'lda ham o'sha barmoqlar shishadi. Ya'ni bir xilda simptomlar yuzaga keladi. Masalan, ertalab turganda qo'l barmoqlar shishib ketgan bo'lishi mumkin, chap qo'l, o'ng qo'lda ham bir xil bo'ladi yoki yelkalar og'risa, ikkita yelkada ham bir xil og'riqlar kuzatilishi mumkin. Va to'rtinchi belgisi bu deformatsiyalar. Agar reumatoidniy artritni to'g'ri davolamasak, o'z vaqtida to'g'ri dorilar bilan davolamasak, vaqt o'tgan sari mana shu noto'g'ri ishlayotgan immun sistemasini ajratayotgan fermentlari suyaklarni yemirib tashlashi mumkin. Natijada bo'g'imlarda deformatsiyalar, qiyshayishlar va shunga o'xshagan asoratlarga chalinishi mumkin bemor. Hozirgi kunda reumatoidniy artrit bilan og'rish juda ham ko'payib ketdi. Dunyo aholisini taxminan 5-6% shu kasallik bilan og'riydi. Nega bu kasallik hozirgi oxirgi vaqtlarda ko'payib ketdi? Bu kasallik oldin ham shunaqa ko'p uchrarmidi degan savollarni ko'pchilik bemorlar beradi. Bu kasallikni asl sababi hozirgacha mavhum hisoblanadi. Lekin bir nechta variantlar bor. Bu birinchi variant hozirgi kunda o'sha genetik moyillik, ya'ni o'sha avlodda, ota-onada, amma xolalarda kimdadir shunaqa bo'g'im kasalligi mavjud bo'lgan bo'lsa, o'sha gen orqali moyillik o'tadi bemorlarga va ularni hayoti davomida kuchli stressdan keyin yoki qattiq shamollashlardan keyin, infeksion kasalliklardan keyin mana shu kasallik uyg'onib qolish ehtimoli bor bo'lgan nazariya bor sabablardan biri. Ikkinchi sababi bu ham genga oid sabab. Bilamizki, insonda umumiy genlar soni 20 milliondan oshiqroq genlar soni mavjud va butun umr davomida mana shu genlarni taxminan faqatgina 10% ishlaydi. Qolgan genlar bo'lsa uxlagan holatda bo'ladi.
Ya'ni bizada 90% genlarimiz uxlagan holatda mavjud bo'ladi va mana shu genlardan ma'lum bir qismi qanaqadir sabab tufayli uyg'onib qolsa, u kasallik chaqiradi. Xuddi shunaqa reumatoidni artritda ham HLA-B27 va bunga o'xshagan genlarni uyg'onib qolishi tufayli bu kasallik kelib chiqishi mumkin deyilgan nazariya ham bor. Bundan tashqari yana bir sababi mana shu kasallik ortiqcha stress, emotsional holatdan keyin kelib chiqish degan nazariya ham bor. Agar e'tibor berilsa, mana shu kasallik bilan og'rigan bemorlarni 3dan 2 qismi ayollarni tashkil qiladi. Qolgani erkaklar. Nimaga ayollarda ko'p degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bu ham o'sha emotsional holat bilan bog'liq. Ya'ni ayollar odatda stresslarga tushishga yoki emotsional holatini buzilishlariga juda ham moyil bo'ladi. Va bundan tashqari ayollarda masalan homiladorlik davrlari bor, tug'ruqlar bor, ularni qattiq o'tkazish bor. Shu tufayli ayollarda mana shunaqa stresslardan keyin bu kasallikni kelib chiqishi ko'p bo'lgani uchun sabablardan biri bu stress holatlari ekanligi aniqlangan. Mana shunaqa bir nechta taxminlar bor bu kasallikni sabablariga, lekin hozirgacha aniq bitta sababi o'rganilmagan. Hammani qiziqtirgan jihat bu kasallikni qanday davolash kerak. Umuman olganda bizani bemorlar beradigan bitta savol, o'zi bu kasallikni davosi bormi? Haqiqatan bu kasallik bilan to'liq tuzalib ketamanmi deyilgan savol berishadi. Ko'pincha masalan noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lib qolgan ko'pchilik bemorlarda, ya'ni bu kasallikning davosi yo'q. Shu kasallik bilan og'rigan bemorlar nogiron bo'lib qolishi aniq, bo'g'imlar qiyshayib ketishi aniq, shu kasallik bilan endi umrning oxirigacha qiynalish kerak deyilgan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Hozirgi rivojlangan davrda bu kasallikni to'liq to'xtatish, remissiyaga tushirish, ya'ni kasallikni umuman masalan bir odam tursa, yonidagi sog'lom odamdan hech qanaqa farq qilmaydigan holatga olib kelish mumkin. Ya'ni hech qanaqa belgilar bo'lmaydi, og'riqlar bo'lmaydi, qiyshayishlar, deformatsiyalar bo'lmaydi. Ya'ni mana shu holatda ham mana shu holatga olib boradigan qilib davolash imkoniyati mavjud. Davolash qanaqa bo'ladi? Eng asosiy davolashni biz 3 qismga bo'lamiz. Ya'ni bu ovqatlanish tartibi, dorilar tartibi va reabilitatsiya tartibi. Ya'ni 3 ta qismdan tashkil topgan. Nega ovqatlanish tartibi? Chunki ovqatlanishimiz, biz iste'mol qiladigan har bir ovqat organizmni ma'lum bir qismlariga ta'sir qiladi va shu jihatdan immun tizimiga ham yeydigan ovqatlarimizni ta'siri juda ham kuchli. Va dorilar. Xo'p, birinchi o'rinda demak sizlar bilan ovqatlanish haqida gaplashamiz. Reumatoidni poliartrit bilan og'rigan bemorlar birinchi o'rinda shakar mahsulotlarini ratsiondan chiqarishga majbur hisoblanadi. Ya'ni oq shakar, mana hammamiz bilamiz, oq shakarni iste'molini kamaytirish shart. Xo'p, yeyishi mumkin, masalan, novvot ichish mumkin, asal yeyish mumkin, lekin oq shakarni iste'molini cheklash kerak. Keyingi mahsulotlar bular gazli ichimliklar hisoblanadi. Gazli ichimliklar tarkibidagi kofein va undan tashqari o'sha har xil kimyoviy moddalar biz davolanayotgan davrimizdagi ichilayotgan dorilarni ta'sirini kesib tashlaydi. Shuning uchun ham gazli ichimliklar mumkin emas. Bularni tarkibiga o'sha energetiklarni ham qo'shishimiz mumkin. Keyingi mahsulotlar bu sho'r va achchiq moddalar, sho'r va achchiq ovqatlar. Nega sho'r va achchiq ovqatlarni yeyishimiz kerak emas? Sababi ular yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirib yuboradi, organizmni yallig'lanish jarayonlarini va ishtahani ochish xususiyati ham bor. O'sha sho'r yoki achchiq moddalar ishtahani ochib, ortiqcha vaznga sabab bo'lishi mumkin. Bo'g'im kasalliklarda esa ortiqcha vazn bu davolanishni juda ham orqaga surib yuboradi. Keyingi qismi bu demak dorilar bilan davolash. Hozirgi kunda reumatoidni poliartritni davolaydigan dorilarni xili 30 dan ziyod turli xil dorilarimiz bor. Bular bo'lishi mumkin metotrexat, lefnoplakinil, juda ham dorilarni turlari juda ham ko'p. Va har bir insonga, bemorga biz ma'lum bitta dori ta'sir qiladi deb ayta olmaymiz. Ya'ni immun sistemasi shunaqa tuzilgan. Ya'ni mana bilasizlar, Yer sharida 8 milliard odam bo'lsa, har bir odamni qo'lidagi chiziqlari har xil. Ya'ni bir xil chiziqli odamlar umuman uchramaydi. Xuddi shunga o'xshab immun sistemasining tuzilishi ham hamma odamda har xil tuzilgan. Hech qaysi odamda bir xil kodlar kelmaydi. Ya'ni bir xil genlar ketma-ketligi hamma odamda har xil.
Xuddi shuning uchun ham reumatoidniy artritni davolashimizda bitta dori hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Shunaqa holatlar bo'ladi, masalan, eng qimmat dori bir odamga ta'sir qilmaydi, arzon bitta dori bilan uni davo topishi mumkin. Yoki teskarisi, juda ham ko'plab dorilarni qo'llab ko'rgan vaqtimizda ishlamasligi mumkin va oddiy boshqa bitta dori ishlashi mumkin. Xuddi shunaqa reumatoidniy poliartrit kasalligi birinchi boshda aytganimizga o'xshab, bu autoimmun kasallik. Ya'ni bu faqatgina bo'g'imni o'zini kasalligi emas. Bu qondagi buzilish tufayli kelib chiqadigan kasallik. Endi masalan aytishlarim mumkin. Immun tizimi bir daraxtga o'xshaydi. Katta daraxt deb tasavvur qilamiz. U daraxt bizga kerak. Ya'ni immun tizimini biz butunligicha organizmdan olib tashqariga chiqarib tashlay olmaymiz. Butun organizmga kerak u narsa. Faqatgina o'sha immun sistemasini bir qismi noto'g'ri ishlayapti. Ya'ni daraxtni bitta shoxi qiyshiq o'syapti. O'sha qiyshiq o'sgan daraxt shoxini biza kesib olib tashlashimiz kerak. Buning uchun biz o'sha qiyshiq o'sayotgan o'zi shoxni topishimiz kerak avval. Ya'ni immun tizimida qaysi bir qismi noto'g'ri ishlayotganini topishimiz kerak va o'shanga qarab dorilarni beramiz. Dorilarni o'zi berish tartibi bizada 3 ta faza dorilarimiz mavjud. Birinchi faza dorilarimizga bular metatrexatlar va qisman gormon terapiya kiradi. Agarda bemorga masalan oltin standart bo'yicha metatrexat yoki lefnomid ta'sir qilmasa, keyingi faza dorilarga o'tishimiz kerak bo'ladi. Keyingi faza dorilari bu kombinatsiya qilingan dorilar. Ya'ni oltin standart bo'lgan metatrexatni o'zi ta'sir qilmasa, keyingi fazada metatrexat va unga qo'shimcha ravishda ma'lum bitta dorini tanlab beramiz. Bular bo'lishi mumkin. Lefnomid, plakvinil yoki sulfazolazin yoki humera shunga o'xshagan ikkinchi faza dorilarni berishimiz mumkin. Agarda bemorga mana shu fazadagi dorilarni ham ta'siri yaxshi bo'lmasa, 3-faza dorilarga o'tamiz. Bu faza dorilari biologik dorilar hisoblanadi. Ya'ni ular tirik dorilar. Aynan maxsus o'sha immun hujayralarini tanib, o'sha buzilgan hujayralarni tanib ushlab organizmdan olib chiqib ketadigan dorilar hisoblanadi. Va bu dorilarni tavsiya qilishdan oldin albatta chuqur analiz qilib chiqish kerak. Ya'ni organizmda hech qanday infeksiya yoki bir kasalliklar, qo'shimcha kasalliklar mavjud bo'lmasligi kerak. Xuddi shunaqa tartibda davolashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3 ta bosqichli tartib. Mana shu 3 ta bosqichli tartibni har bir bemorga o'tkazsak, o'sha bemorga qaysi dori preparati yaxshi ta'sir qilishini aniqlaymiz va o'shanga qarab keyinchalikka reja tuzib beramiz. Xuddi mana shu tartib hisoblanadi. Endi bu davolanishda qilinadigan juda ko'p xatolar haqida gaplashamiz. Ya'ni hozirgacha masalan siz reumatoidniy artrit bilan og'rigan bo'lsangiz, shu bugungacha yillar davomida davolanib kelyapsiz va shu davolanish jarayonida hech qanaqa natija olmayotgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'g'imlaringiz shishgan, qiyshayis holatlari mavjud bo'lsa, demak mana shu jarayonlardan qaysidir biri xatolikka yo'l qo'yilgan. Kelinglar mana shu xatolar haqida gaplashib chiqamiz hozir. Birinchisi bu bitsilin. Bitsilin dorisini reumatoidniy poliartritda qo'llamaslik haqida juda ham ko'p gapiramiz. Reumatoidniy artrit boya aytganimizdek bu autoimmun kasallik. Bitsilin esa bu antibiotik. Bitsilin hozirgi kunda faqatgina revmatik isitma kasalligida qo'llaniladi. Ya'ni oldingi tilda aytadigan bo'lsak, revmatizm kasalligida ishlatiladigan dori va bu antibiotik. Uni vazifasi tomoqdagi infeksiyani o'ldirish hisoblanadi. Ya'ni hech qanday immun tizimiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi bitsilin. Lekin bizda hozirgi kunda o'sha kimni oyog'i og'risa, sirazi bu revmatizm ekan, bunga bitsilin yozish kerak ekan deyilgan xato o'sha retseptlar juda ham ko'p. Unaqa bu tartibda davolanish xato bo'ladi. Ya'ni faqatgina bitsilinni o'zini olish umuman ta'sir qilmaydigan davo usuli hisoblanadi. Keyingi xatolardan biri bu gormonal terapiya bilan bo'ladigan xatolar. Shu bugungacha ko'rilgan kasallar umuman oladigan bo'lsak, minglab odamlar faqatgina gormon ichish bilan mana shu kasallikni og'riqlarini kamaytirib turibdi. Lekin oladigan bo'lsak, gormonlar, masalan, prednizolon yoki metilprednizolon, selidron gormonlari bu kasallikni davolamaydi. 1 yil ichsangiz ham, 10 yil ichsangiz ham bu kasallikni davolamaydi gormonlar. Nega unda biz gormon yozamiz? Masalan, bizni o'zimiz ham birinchi marta davolanishga kelgan bemorlarga gormon yozamiz. Nima farqi bor? Farqi faqatgina vaqtida.
gormonlarni birinchi 3 va 6 oylik davomida olish mumkin. Maksimalni demak 6 oygacha gormon qabul qilishi mumkin. Bu 6 oydan o'tsa gormonlar teskari ta'sir qilishni boshlaydi. Ya'ni qandli diabet, osteoporoz yoki o'sha yurak kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, shunga o'xshagan turli xil kasalliklarga sabab bo'ladi gormonlarning o'zi. Ya'ni biz faqatgina bo'g'imlarni og'rig'ini qoldiramiz deb boshqa muhim bo'lgan organlar, yurak, oshqozon ichak kasalliklariga tushib qolishingiz ehtimoli juda ham oshib ketadi. Gormonlar nima uchun kerak boshida 6 oy vaqtida? Sababi biz boshda aytib o'tadigan o'sha metotrexat, lefnoplaktin yoki biologik dori vositalari organizmga tushgandan keyin ularni ta'sir qilish vaqti bor. Ya'ni oddiy masalan metotrexat haqida aytadigan bo'lsak, metotrexatni bemor ichi boshlagandan keyin kamida uni effekti deylik 4 oy vaqt davomida bizga bilinadi. Lekin biz boshdagi 4 oy vaqt davomida faqat metotrexat o'zini ta'sirini kutsak, bemorda qo'llarda shish, qiyshayishlar ko'payib ketishi mumkin yoki yemirilishlar ko'payib ketishi mumkin. Mana shu narsani oldini olish maqsadida ham biz boshidagi 6 oygacha faqatgina gormon berib turamiz. Lekin shunaqa bemorlar bor, 10 yil 5 yil, 20 yillab gormon ichib yurgan bemorlar bor va ularda gormonlarning asoratlari juda ham ko'payib ketadi. Ya'ni o'zi aslida revmatoidni artritdan davolanmoqchi edi. Lekin o'sha kasallikka qo'shimcha ravishda bir nechta og'ir kasalliklarni ham orttirib olish holatlari juda ham ko'p. Shuning uchun ham gormon dorini ichish kerakmi? Ichish kerak, faqatgina vaqtinchalikka, ya'ni mos terapiya deyiladi, ko'prik terapiyasi deyiladi. Asosiy dorini ta'siri yetib kelguncha bizaga ikkita ko'p masalan A nuqtadan B nuqtaga o'tib olgunimizgacha bo'lgan vaqt davomida gormonlar bizaga ko'prik vazifasini o'tab beradi. Ya'ni butun umrga gormon ichish kerak emas. Gormonlarni qancha tez to'xtatsak, o'shancha yaxshi natijaga erishishimiz mumkin. Va shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi bemorlardan. Xo'p, men gormon shunaqa zarar ekanligini bildim. Qanday qilib gormondan chiqib ketaman degan savol ham juda ham ko'p turadi. Ya'ni bu siz mana bugun gormon zararligini eshitdingiz, ertaga turib bo'ldi men gormon ichmayman, gormondan chiqib ketaman deb dorini to'xtatib qo'ya olmaysiz. Chunki siz nechidir oydan beri, 1 yildan, 2 yildan beri gormon qabul qilib kelyapsiz. Organizm o'shanga o'rgangan. Gormon xuddi narkotikka o'xshab organizmni o'rgatib qo'yadi. Ya'ni o'rganib qolgan odam, gormon ichib yurgan odam bir kunni o'zida tashab keta olmaydi. Undan chiqish uchun mana shu kasalliklarni davolaydigan dorilarni ichishni boshlab va ularni ta'siri kelgandan keyin gormonlarni sxema bilan, ya'ni o'sha o'zini maxsus ko'rsatkichlari bor, o'sha ko'rsatkichlarga qarab sekin astalik bilan tushirib ketish kerak bo'ladi. Xo'p, davolashda asosiy qoidalar mana shu. Ya'ni bu birinchisi ovqatlanish tartibi, ikkinchisi maxsus davolovchi dorilarni demak fazalar bo'yicha ichish, gormonlarni to'g'ri ichish, ortiqcha ichmaslik, dorilar bilan shunaqa, ya'ni undan tashqari esa maxsus o'sha dorilarni ichish kerak. Boshqa dorilar, ya'ni yana bitta muammo, yaxshi, batlar haqida gapirganda, bu batlar faqatgina sog'lom odamlar uchun chiqarilgan dori vositalari emas, ular batlar mahsulotlar. Ya'ni biologik aktiv qo'shimchalar. Hozirgi vaqtda bizada juda ham mana shu batlarning reklamalari yoki boshqa narsalar juda ham ko'p tarqalgan. Oddiy masalan televizorni qo'ysangiz ham har 20 minutda bitta batning reklamasi, har 15 minutda qanaqadir bitta kapsula sizni bo'g'im og'rig'ingizdan juda ham qutqaradi, davolab yuboradi deyilgan reklamalarni ko'rishlaring mumkin. Batlar, yana aytishimiz mumkin, sog'lom odamlarning sog'lig'ini tiklash uchun, mustahkamlash uchun chiqarilgan. Lekin bu biz aytayotgan revmatoidni artrit, ya'ni bo'g'im kasalligida batlar umuman ishlamaydi. Chunki o'zi poliartrit sizlar bilan ko'rib chiqdik-ku, bu immun sistemasini kasalligi. Ya'ni bu yerda murakkab jarayon, qon bilan ketadigan jarayon ishtirok etadi. Batlar bilan u qondagi o'zgarishni davolashning imkoniyati yo'q. Yoki yana bitta qilinadigan xatolar har xil mazlardan foydalanish. Masalan bitta oyoq og'risa yoki barmoqlari shishsa, qo'shnisini gapi bilan qanaqadir mazlarni surtadi yoki chuvalchang yeyishi mumkin, hozir juda ham nima bo'lgan, yoki qanaqadir kalsiylar, bir nima, har xil o'sha bo'lmaydigan dori vositalari yoki davolash usullaridan foydalanish oqibatida bemorlar eng muhim bo'lgan vaqtdan yutqazishadi.
Ya'ni kasallikni, mana shu kasallikni davolashda biz qancha erta harakat qilsak, qancha erta to'g'ri tashxis qo'ysak, mana shu kasallikni shunchalik erta asoratlarsiz davolashimiz mumkin. Xo'p, keyingi narsa, mana davolashning keyingi qismi bu reabilitatsiya choralari hisoblanadi. Reabilitatsiya choralari degani, ya'ni masalan, bemorlar bo'lishi mumkin 2 yil o'sha kasallik bilan kurashdi yoki 3 yil kurashdi yoki 5 yil kurashdi va kasallikni to'liq o'sha to'xtatildi. Kasallik mana shu dorilar, to'g'ri dorilarni ichildi, to'g'ri ovqatlanishni tashkil qilindi va 5 yildan 3 yildan kasallik to'xtadi. Lekin kasallik mana shu yillar davomida qisman bo'lsa ham bo'g'imlarda organizmda o'zini asoratini qoldirib ketadi. Bu bo'lishi mumkin bo'g'imlarning deformatsiyasi yoki qanaqadir oyoq o'sha tizza bo'g'imini qotib qolishi, yelkani qotib qolishi yoki barmoqlardagi qiyshash kabi asoratlar kuzatilgan bo'lsa, mana shu narsani biz reabilitatsiya bilan davolashimiz kerak bo'ladi. Qanaqa reabilitatsiya? Bu albatta davolovchi mashqlar degani. Ya'ni bitta agar bo'g'im qotib qolsa, uni paylari, mushaklari va o'sha yerdagi bo'g'imni hosil qiluvchi barcha elementlarning holati buzilgan bo'ladi. Ularni tiklash mumkinmi? Ha, tiklash mumkin. Agar suyaklar yemirilib ketmagan bo'lsa, tiklash mumkin. Buni tiklash uchun faqatgina bizga davolovchi mashqlar kerak bo'ladi. Bu davolovchi mashqlar o'sha siz YouTube'da ko'rayotgan hamma mashqlar emas. Davolovchi mashqlar o'zining tartibi bor. Ya'ni ma'lum bir mashqlar bor, kimgadir mumkin, ma'lum bir mashqlar bor, kimgadir mumkin emas. Xo'p, demak eslaymiz. Birinchi o'rinda davolash uchun biz ovqatlanishimizni to'g'rilashimiz kerak, to'g'ri dorilarni ichishimiz kerak va reabilitatsion mashqlarni bajarishimiz kerak. Shu kunlarda masalan o'sha biz viloyatlarga borib konsultatsiyalar uyushtiramiz. Ya'ni har bir viloyatda bilamiz, mana bo'g'im og'rib turgan bemorlar Toshkentga kelishlari qiyin. Uzoq viloyatlardan, deylik Xorazmdan, Qoraqalpog'istondan, Qarshidan Toshkentga kelib davolanib ketishlari juda ham qiyin muammo hisoblanadi. Mana shu muammolarni yechish uchun ham biz hozirgi kunda viloyatlarga borib o'sha yerdagi klinikalarda konsultatsiyalar tashkil qilganmiz. Ya'ni qayerlarda? Xorazmda, Qarshida, Navoiyda, Farg'onada, Namanganda, asosiy ish joyimiz bu Toshkentda. Mana shu viloyatlarda biz har oyda bir kun borib o'sha yerda konsultatsiya qilib bemorlar ko'riklarini tashkil qilamiz. Bundan tashqari mana shu davolanishni to'g'ri olib borish uchun eng bitta juda ham nima deydi, ключевой moment bu nazorat hisoblanadi. Ya'ni bemor hali bilmaydi qaysi joyda qaysi dorini ichish kerak, qaysi joyda qaysi dorini ichmaslik kerak, nima ovqatlanish kerak, qanaqa mashqni bajarish kerak. Bular hamma narsasi juda ham murakkab bo'lgan jarayonlar hisoblanadi. Bemorlar mana shu holatda xuddi bir o'rmonda ichiga bitta o'zi tushib qolganday bo'ladi. Qaysi tarafga borish kerak, o'ngga yurish kerakmi, chapga yurish kerakmi? Mana shu jarayonda bemorlar bilan shifokorlar birga ishlash kerak. Ya'ni doimiy aloqada bo'lib turish kerak. Chunki bemorlar bilmaydi qanaqa, masalan, bir holat bo'lishi mumkin, ertalab turdi, qaysidir bo'g'imi og'rib qolgan, lekin dorilarni to'g'ri ichyapti. Nimadir xato bo'lgan yoki bo'lishi mumkin nimadir yeb qo'ydi, ahvoli og'irlashib qoldi. Mana shunaqa vaqtda bemor o'zi Surxondaryoda Toshkentga kelib ketishga u juda ham uzoqlik qiladi. Shu muammolarni yechish uchun ham biz hozirgi vaqtda Telegramda o'zimizni guruhimizni tashkil qilganmiz, bemorlar guruhi. Bu bemorlar guruhida hozirgacha 2000 ta bemor mavjud va o'sha bemorlar bir-biri bilan aloqa qilib, ya'ni o'sha nima muammolar borligini bir-biridan maslahat so'rab va bizni aynan yana ham yaxshi taraf, biz o'zimiz nazorat qilib boramiz. Ya'ni siz hech qanaqa muammo haqida o'ylashingiz kerak emas. Chunki bemor bilan shifokor birgalikda ishlash kerak. Bu kasallik oddiy kasallik emas. Bu murakkab autoimmun kasallik. Mana shu vaqtda faqatgina bemorni o'ziga tashab qo'yilsa, deylik mana 4 ta dori, shuni dorini o'zini ichasiz desa, bemorlar ko'pincha o'zini holatini kelib chiqib, hech qanaqa bir murakkab holatlarda qaror qabul qilishi qiyinlashib ketadi. Bu ovqatni yeyish kerakmi, bu ovqatni yemaslik kerakmi, qaysi mashqni bajarish kerak, qanaqa dori to'g'ri ichish kerak, o'sha dori ichganda ham effekt bo'lmasligi mumkin. Mana shu muammolarni bemorlar yechishi qiyin. Shuning uchun ham biz qo'limizdan kelgancha harakat qilganmiz, ya'ni o'sha Telegram guruhda
bemorlarning savollariga onlayn javoblar berish, onlayn darslar o'tish, to'g'ri mashqlarni videolarini ham bizani Telegram guruhda topishlaring mumkin. Qanaqa mashq qilish kerak degan savol mana hozirda sizda tug'ilgan bo'lishi mumkin. O'sha mashqlarning videolarini ham siz bizani Telegram kanaliga o'tib topishingiz mumkin. Eng asosiysi mana shu videoning oxirida nima demoqchimiz? Siz hech qachon umidingizni yo'qotmang. Reumatoidni artrit kasalligi yoki reumatoidni poliartrit kasalligini davolashning imkoniyati bor. Ya'ni siz og'riqlarsiz ham yurishingiz mumkin. Bo'g'imlaringiz shishmaydi. Hech qanaqa bir boshqa sog'lom odamlardan farq qilmagan holatda ham yashashingiz mumkin. Agar ayol kishilar bo'lsa, tug'ruq qanaqa bo'ladigan juda ham katta muammosi bor. Albatta bu kasallik bilan farzand ko'rish ham mumkin va bu jarayonlarni hammasini shifokor nazorati ostida olib borsangiz, albatta bu kasallikni davosi bor deb aytamiz.